insonlarda eshitishi emas, ularda anglashi. Ya'ni eshitishni misol oddiy usilitel bilan ham ularni eshittirish mumkin. Chunki qaysidir chastota, qaysidir desibelda eshitadi. Lekin anglashchi, bu anglash asosiy narsa. Endi anglashda ham joylari bor. Tin joy uchun oddiy analogiy apparat yoki kanali kam bo'lgan, 4 kanalli, 8 kanalli eshitish moslamalari, hech qanday misol mikrofonlarda aqlli texnologiyalar bilan ishlaydigan eshitish moslamalari bilan ham buni misol eshittirib, tin joylarda anglashni imkoniyat yaratib berishimiz mumkin. Lekin muhit o'zgargan sari ularga aqlliroq texnologiyalar kerak, yuqori texnologiyalar, yuqori aniqlikda ishlaydigan mikrofonlar, o'ta чувствительный mikrofonlar bilan jihozlangan eshitish moslamalari bilan kompensatsiya qilish kerak eshitishni. Bizni qo'yadigan misol oldimizga talabimiz ham, mijozlarga tavsiyalarimiz ham mana shulardan iborat. Ya'ni ularga eng sifatli ovozni eshitish orqali misol hamma hissiyotlarni qabul qilish. Biz misol psixoakustika bo'yicha biz sizlarga yana bir bor takrorlab o'tamiz. Bizni eshitishimiz faqat kimnidir ovozini eshitish, ma'lumot olish uchun emas, bizni hissiyotlarimizni boshqaradi. Ya'ni bizni qo'rquvimiz, bizni xursandchiligimiz, bizni xafagarchiligimiz, bizni depressiyamiz yoki bizni quvonchimiz, bolalarimizning ovozi, ota-onalarimizning ovozi, hamma ohanglar bu bizni eshitishimiz bilan bog'liq. Bu har bitta hissiyotni olish uchun oddiy usilitel bilan buni yechib bo'lmaydi. Oddiy analogiy apparat bilan buni yechib bo'lmaydi. Yoki oddiy texnologiyasi yo'q apparatlar bilan buni yechib bo'lmaydi. Biz taklif qilayotgan eng aqlli texnologiyalar, eng yuqori texnologiyalar, eng premium apparatlarda ham Xudo bergan bu hissiyotlarni o'zi 70-80% gacha biz olishimiz mumkin. Endi qolgan apparatlarni qo'yaveringlar. Shuning uchun bu haqda yana individualni ko'rishganimizda biz mutaxassislarimiz sizga yana ham to'liqroq ma'lumotlar berishadi. Bu orqali bizlardan yana qo'shimcha ma'lumot olish uchun videomiz ostidagi telefonlarga murojaat qilinglar, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Biz bilan samimiy munosabatda bo'lganlarga biz doim harakat qilamiz, qo'llab-quvvatlashga va yordam berishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.